Bolalar qaravorlar. Rashid, Mana bu kabolat ko'ryapsizlarmi? Sizlar shu paytgacha normal ishlaganlaringda 5 yildan beri o'sha taqvo yopib ketardi o'sha. Bilasizlarmi? Normal ishlar tez. Ish qilib yigitlar trenddagi prikol tushungan bo'lsa bo'ldi. shepam jonga tegdi boru, Captiva minaman, Tahoe minaman dedi. Biz qachon ko'karamiz? Topganim o'zimdan ortmayapti. Eng yaxshisi chet elga ketish kerak. Men ham shu nelegalniy yo'l bilan bo'lsa ham tezroq ketaman. Bunaqa yo'l bilan keta olmayman. Ruston shahri 3-mavzeda xususiy bandlik agentligi ochilibdi. Shular orqali bo'lsa ham ketaman o'rtoq. Ya, mashinani sotaman, surishni ketaman. Bilan tanishganimdan xursandman. Men Workmon xususiy bandlik agentligining Sirdaryo filiali rahbariman. Mana bu bizning litsenziya va buyruqlarimiz. Bemalol tanishib chiqsangiz bo'ladi. Germaniya, Slovakiya, Bolgariya va Schengen hududiga kiruvchi Yevropa mamlakatlari hisoblanadi. Bizning eng katta yutuqlarimizdan biri xorijda ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri ish shartnomasi qilinadi. 3 yillik ishchi vizasi bilan ta'minlaymiz. Siz uchun eng optimal variant Germaniya. Aka, ishlashga tayyorman. Bunday bo'lsa, hujjatlarni rasmiylashtiramiz. Kelavering mijoz. Ha, shef. Kamronjon, keling ukam. Mana uni krugovoy bron qilib yuborish kerak. O, deport bashara. Labay qo'ying.